Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun xudo xolasa sizlar bilan issiqxonalarga kapelnitsa qilish haqida qisqacha bir tushuntirib o'tamiz. Xo'p, kapelnitsamizni mexanizmi. Xo'p, asosiy birinchi 500 litrlik bochkamiz. Imkon bo'lsa 1 tonnalik qo'ygan yaxshi. Xo'p, bu tashqaridan ariq o'tgan, ariqdan suv keladi. Bu ariqdan nasosimiz pryamoy tortaveradi. Bu kranligimizni bekitadigan bo'lsak, hamda bu ko'chatlarga ketadigan kranligimizni ham bekitamiz. Bu orqali bochkani o'zi zapravka qiladi. Zapravka bochkamiz to'lgandan keyin bu kranligimizni bekitamiz. Bu kranligimizni ochamiz. Buni bekitib turib, buni ochadigan bo'lsak, suv ko'chatga qarab ketadi. Bu yerga filtr qo'yganmiz. Filtr ko'chatga ketishdan oldin qo'yilgan. Kattaroq teplitsalar bo'ladigan bo'lsa, filtr qo'ygan afzal, chunki baribir suvda har xil mayda qumlar bo'ladi, zarralar bo'ladi. Bu bochkaga dori tayyorlaganda dorini ma'lum bir miqdori erimay qoladi. Shular kapelnitsaning teshiklariga to'lib qolishi mumkin. Shuning uchun filtr qo'ygan yaxshi. Mana shu holatda agar bochkaga tashlamasdan buni bekitib turib, buni ham bekitadigan bo'lsak, suv pryamoy ariqdan ko'chatlarga haydaveradi. Agar dori qo'shilmaydigan bo'lsa, pryamoy haydasa ham bo'laveradi. Agar dori qo'shadigan bo'lsa, birinchi bochkani zapravka qilib turib, bochka to'lgandan keyin bu kranligimizni ham bekitadigan bo'lsak, mana bochkadan chiqyapti, motor tortyapti. Yana o'ziga obratni tashlab turib 5 minut ishlatib qo'yadigan bo'lsak, bochkadagi dori o'ziga o'zi aralashib tayyor holatga keladi. Ustidan chiqib cho'pay bilan aralashtirishni kerak yo'q. O'ziga o'zi aralashtirib oladi. Mana shu holatda montajlarini qildik, xudo xolasa. Teplitsamiz yonlari ochilib yopiladi, tepasidan ham ochilib yopiladi. Kimga shunaqangi issiqxona qurish xizmatlari kerak bo'lsa, aloqaga chiqasizlar. Biz O'zbekiston bo'ylab qurib beryapmiz. Hop, issiqxona narxlariga keladigan bo'lsak, mana xuddi shu holatda quriladigan bo'lsa, yonlaridan, tepasidan ham lyuki bo'ladigan bo'lsa, salafanlari bilan o'rab, salafanlariga Xitoy salafanini yopib beryapmiz. Kapelnitsasidan tashqari. Bir sotigini 5 sotikdan yuqori bo'ladigan bo'lsa, naqd puliga 9 million so'mdan qurib beramiz. Agar 2 sotik, 3 sotik bo'ladigan bo'lsa, 9,5 million, 10 million joyiga qarab, issiqxonani razmeriga qarab chiqaveradi. Videolarimiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, bir donagina like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Shunaqangi issiqxona haqida ma'lumotlarni berib boramiz. Bu issiqxonamiz o'zimiz uchun foydalanishga qurgan issiqxonamiz. Xudo xolasa bundan buyog'iga ko'chatni parvarish qilish haqida ham videolarni qo'yib boramiz.